kvadrat katta 2 xona pastki etajdan uy qidirgan yurtdoshlarimiz uchun bugun biz sizlar bilan Chilonzor tumani 25-kvartalda joylashgan 2 xona 64 kvadratlik ulichniy planirovkada qurilgan uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganlaringiz uyimiz mehmonxonasi, o'zining yumshoq mebellari, ajoyib dekor gullari, bolajonlarimiz uchun PlayStation'lari bilan birgalikda ko'rib turganlaringizda uyimizni patologlari natijali patolog qilingan. Uyimiz 5 qavatli binoning 2-qavatida joylashgan. Bu yerda esa glavniy eshikdan kirib kelish, o'zining stroyniy shkaflari, albatta bu yerda ota-onalar yotoqxonasi. Ko'rib turganlaringizda xonalarimiz alohida joylashgan. Uyimizning umumiy maydoni 64 kvadratdan iborat. Ko'rib turganlaringdek. Bu yerda esa uyimizda kladovkamiz ham bor. Kerakli narsalarni qo'yib qo'yishlaring uchun. Va albatta sanuzulimiz razdельный sanuzul. Ko'rib turganlaringdek katta kafellar bilan qo'yilgan. Bu yerda esa oshxonamizning o'rnini balkonga ko'chirib, bu yerda bolajonlarimiz uchun kravat qo'yib qo'yilgan. Balkonimiz 2/6 balkon, oshxonamiz ko'chirilgan. Ko'rib turganlaringdek barcha kerakli mebel va texnikalar bilan jihozlangan. Balkonimizning ikkinchi qismida o'tirib ovqatlanish uchun stol usul. Mo'ljalga keladigan bo'lsak, Qani masjid, bir benzin zapravka va Qani kurugida joylashgan ushbu uyimiz. Barcha videoda ko'rgan barcha mebel va texnikalaring bilan birgalikda egalari tomonidan 78.500 AQSh dollar so'rashmoqda. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, opsiyaniyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.